Assalomu alaykum obunachilar. Bundan oldingi videoda davomi bu. Dehqon akalarimiz uchun ikkinchi qismi. Malol kelmasin deb minutini ozroq qilib olyapman videolarni. Bo'lmasa gapiradigan gap ko'p. Tushuntiradigan nozik nuqtalari o'ta ko'p. Yana bir dehqonchilikdagi nozik nuqtalardan biri, agar men aytgan qoidaga amal qilib, oilangizni xavfsizlik yostiqchasini 1 yilga yetadigan xarajatlarini ta'minlab qo'yib, ularni pulni qo'yib qo'yganingizdan keyin dehqonchilik qildingiz, narxni o'sha 60-10-30 qoidasiga amal qildingiz. Mabodo dehqonchilik zo'r bo'ldi, hammaniki zo'r bo'ldi, lekin narx-navo tushib ketdi. Tushib ketgandan keyin endi nima qilasiz desa, endi siz uni sotmaysiz. Agar achimaydigan narsalaringiz bo'lsa, sotmaysiz. Mabodo achiydigan, aynib qoladigan narsalar ekib qo'ygan bo'lsangiz ham, mabodo minusga kirib ketib, ana shu yili hech bo'lmasa yarim pulini chiqarib olgan bo'lsangiz ham, arzimagan pulga berib yuborgan bo'lsangiz ham, katta narsa yo'qotmaysiz. Oilangiz xotirjam, o'zingizni pul tomonlama nolda emassiz, chunki siz hamma pulingizni tikmagansiz. Haligi illyuziya bilan yashamaslik kerak-da. Men hozir shuni 10 ming tikib turib 20 ming olaman degan illyuziya bo'lmaslik kerak. Real yondoshish kerak hamma narsaga. Bitta dehqonchilikda emas, boshqa sohalarda ham hattoki. Endi qarang, agar achimaydigan, sasimaydigan, uzoq turaveradigan dehqonchiliklaringiz bo'lsa, uni saqlab qo'yasiz. Ko'pchilik bunaqa shariat masalasida bir gapni eshitib qolgan edim. Dehqonchilikda masalan odamlardan nima deydi? Tilimga kelmayapti. Endi shariatda unchalik ilmim yo'q, prosta eshitib qolgan edim. Qimmatlashini kutib to'plab bo'lmaydi ekan deb. U sizga tegishli narsa bo'lmaydi-da, u narsa siz uchun bo'lmaydi. Masalan, siz zararda turibsiz. Foyda qilmayapsiz, zarardasiz. Hozir sotsangiz zarardasiz. Lekin sal keyinroq sotadigan bo'lsangiz foydaga kirasiz. Siz dimlab tursangiz bo'ladi. Nimaga desa, chunki siz foyda qilaman deb ekkansiz. Siz zarar qilaman deb ekmagansiz. Zarar berish ham yo'q jamiyatga. Zarar ko'rish ham yo'q-da, shuning bilan birga. Siz ham jamiyatda bir bo'lagisiz. Siz ham zarar qilmasligingiz kerak. Siz ham orqangizda bola-chaqangiz, ojizlaringiz, qarab turgan qora ko'zlaringiz bor, baqishingiz kerak bo'lgan. Shuning uchun siz ham zarar qilmasligingiz kerak. O'zi aslida narsalarda arzon bo'lib ketib, qadri tushib ketishining sababi nima? Sababi bozorda ko'payib ketadi. Oladigan xaridor kam. Mahsulotga nisbatan talab kam. U to'lib keragidan oshib ketgandan keyin narx tushib ketadi. Shuning uchun siz to'plab turishingiz, dimlab turishingiz bu shariatga xilof bo'lmaydi deb o'ylayman men. Ilmi bor akalar bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar, gapim to'g'rimi, yo'qmi?